Masjidga yaqin 160 metrlar atrofida. Hovlimizning 1.75 yozgi oshxonaga mo'ljallangan joy va hovliga sanuzel. 20 kvadrat, atrofida sal ko'proqmi podvalimiz bor. Imoratimizning kvartirasi 153, umumiysi 153 kvadrat metr. Bunda hol zal joylashgan. Birinchi etajli sanuzel. Oshxona va orqa hovliga chiqadigan joy bor. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatimizda 3 ta spalni pomeshchение bor. 2 ta bolalarning yotoqxonasi va bitta sanuzel. Bolalarning yotoqxonasi. Yani bolalarga o'rta vaqt bor, nimaga balkon chiqadigan eshigimiz bor.